Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz siz bilan G'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy ruboiylari bilan tanishamiz. Ularni diskurs tahlilga tortamiz. So'zdurki nishon berur o'likka jondin. So'zdurki berur jonga xabar jonondin. Insonni so'z ayladi judo hayvondin. Bilkim guhari sharifroq yo'q ondin. Buyuk shoir, olim, davlat arbobi Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Hirotda tavallud topgan. Navoiyda ilm olishga ishtiyoq erta uyg'ongani bois 4 yoshidan maktabda ta'lim olishni boshlagan. Iste'dodli, zehni o'tkir, xotirasi kuchli Alisher 7 yoshida Farididdin Attorning Qush tili, ya'ni Mantiqut Tayr asarini hamda 6000 dan ortiq hadisni yoddan bilgan. Ayni shu yoshidan boshlab g'azallar yoza boshlagan. Alisher Navoiy o'zbek va fors tillarida badiiy jihatdan yuksak asarlar yaratgani uchun ikki tilli, ya'ni zullisonayn shoir sifatida mashhur bo'lgan. Uning asarlari dunyoning juda ko'plab mamlakatlarida o'rganilgan va turli tillarga tarjima qilingan. Navoiy Hirotda adabiyot, madaniyat va san'atning taraqqiy etishiga ham juda katta hissa qo'shgan. O'z hisobidan kutubxonalar va madrasalar qurdirgan. Iste'dodli yoshlarning ilm olishlariga homiylik qilgan. Alisher Navoiy 1501-yil 3-yanvarda Hirotda vafot etgan. Alisher Navoiy o'ziga Farididdin Attor, Nizomiy Ganjaviy, Shayx Saadiy hamda Xusrav Dehlaviyni ma'naviy ustozlari deb bilgan. Shoir Amir Kabir, ya'ni ulug' amir, Amirul Muqarrab, podshohga eng yaqin amir unvonlariga sazovor bo'lgan. Biz bugungi darsimizda Alisher Navoiy ruboiylariga alohida e'tibor beramiz. Bu darsda biz Alisher Navoiyning ayrim ruboiylarini tahlil qilamiz, qofiya va radif haqida bilib olamiz. Aziz o'quvchilar, 5-sinfda biz siz bilan Zahiriddin Muhammad Bobur ruboiylari bilan tanishgandik hamda ruboiy haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan edik. Eslab ko'ringchi, ruboiy o'zi nima? Ofarin, to'g'ri topdingiz. Ruboiy arabcha so'zdan olingan bo'lib, to'rtlik ma'nosini anglatadi. Ruboiy 4 misradan iborat bo'lgan she'r janri. Ruboiyda fikr tugallangan bo'ladi. Ruboiylar 2 xil qofiyalanadi. Biz ularni A hamda A tarzida belgilaymiz. Ruboiy haqida eslab oldik. Endi qani aytingchi, qofiya nima edi? To'g'ri, qofiya misra oxiridagi ohangdosh so'z. Ruboiyda ko'pincha 1, 2 va 4 misralar qofiyalanadi. G'urbatda g'arib shodimon bo'lmas emish. El anga shafiq u mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichragar qizil gul bitsa, bulg'atgandek oshiyon bo'lmas emish. Aziz o'quvchilar, keling mazkur ruboiydagi qofiyalarni topamiz. Qani, qaysi so'zlar qofiyadosh so'zlar ekan? To'ppa-to'g'ri, shodimon, mehribon, oshiyon so'zlari qofiyadosh so'zlar. Demak, bu g'azalimizni qofiyalanish tartibi B tarzida. Navbatdagi ruboiyga e'tibor beramiz. Ko'nglingni orit barcha yomon hislatdin. Kim yaxshi qiliq dalul erur rahmatdin. Badxo'ylik ul vahshat erur shiddatdin. Kim elga xaloslik yo'q vahshatdin. Aziz o'quvchilar, qani topib ko'ringchi,
mazkur ruboiydagi qofiyadosh so'zlar qaysilar va qofiyalanish tartibi qanday? Barakalla! Mazkur ruboiydagi qofiyadosh so'zlar xislatdin, rahmatdin, shiddatdin, vahshatdin so'zlari. Qofiyalanish tartibi esa a. Aziz o'quvchilar, ruboiy haqida, qofiya haqida eslab oldik, ma'lumotlarga ega bo'ldik. Endi bir eslab ko'ringchi, radif nima edi? Barakalla aziz o'quvchilar. Radif misra oxirida qofiyadan keyin takrorlanib keluvchi so'z. E'tibor bering, quyidagi ruboiydan biz hozir radifni aniqlaymiz. Aziz o'quvchilar, to'ppa-to'g'ri shodimon, mehribon, oshyon so'zlari qofiyadosh so'zlar. Qofiyalanish tartibi a. Bu ruboiyda bo'lmas emish radif sifatida kelgan. Farzand ato qullig'in chu odat qilg'ay, ul odat ila kasbi saodat qilg'ay. Har kimki atog'a ko'p rioyat qilg'ay, o'g'lidin anga bu ish siroyat qilg'ay. Aziz o'quvchilar, mazkur ruboiyni to'liq tushunib olishimiz uchun lug'at so'zlariga e'tibor qiling. Qulluq, itoat, xizmat, rioyat, hurmat, siroyat, ta'sir, yuqish degani. Demak, bu ruboiy mazmuni har bir farzand o'z otasiga chin dildan xizmat qilsa, hurmat qilsa, albatta bu ezgu amallari unga o'z farzandlaridan qaytadi. Aziz o'quvchilar, mazkur ruboiydagi radif, qofiya hamda qofiyalanish tartibini aniqlaymiz. Demak, odat, saodat, rioyat, siroyat so'zlari qofiyadosh so'zlar va biz buni a tarzida belgilaymiz. Qilg'ay so'zi radif so'z hisoblanadi. Navbatdagi ruboiyga e'tiboringizni qarating. El qochsa birovdin el yomoni bil oni, ahvolida idbor nishoni bil oni, fe'l ichra ulus baloyi joni bil oni, olam elining yamoni bil oni. Aziz o'quvchilar, ruboiyni to'liq tushunib olishimiz uchun lug'at so'zlariga e'tibor bering. Idbor baxtsizlik, fe'l xulq, xarakter, ulus xalq, el. Demak, ko'pchilik bir fikr bildirar ekan, bu tasodifiy bo'lmaydi. Ular bir kishidan o'zini olib qochsa, o'sha odam elning yomoni bo'ladi. Buning sababi esa o'sha kishining fe'l atvoridir. Bunday odamning yomonligi faqat o'zi uchun emas, balki barcha uchun ham zararlidir. Adib uni ulus baloyi joni, ya'ni elning joniga bitgan balo sifatida ta'riflamoqda. Tugal xulosa esa oxirgi misrada ifodalangan bunday odam o'zining yoki o'zi mansub bo'lgan elninggina emas, balki butun olam elining yomonidir. Aziz o'quvchilar, ushbu ruboiydan qofiya, radif hamda qofiyalanish tartibini topib ko'ring. Barakalla! Bu ruboiyda yomoni, nishoni, joni, yamoni qofiyadosh so'zlar. Qofiyalanish tartibi esa a tarzida belgilanadi. Bil oni radif. Aziz o'quvchilar, so'nggi ruboiyni ham tahlilga tortamiz. So'zdurki nishon berur o'likka jondin. So'zdurki berur jonga xabar jonondin. Insonni so'z ayladi judo hayvondin. Bilkim guhari sharifroq yo'q ondin. Ushbu ruboiy mazmunini tushunib olishimiz uchun lug'atlarga e'tibor bering. Nishon, belgi, guhar, gavhar,
sharif, aziz, qadrli. Demak, bu ruboiy so'z uning inson hayotidagi ahamiyati to'g'risida. Aziz o'quvchilar, ushbu ruboiydagi qofiyadosh so'zlarni, qofiyalanish tartibini topish sizlarga berilgan vazifadir. O'zingiz mustaqil topib ko'ring. Aziz o'quvchi, biz Alisher Navoiyning ruboiylarini, hikmatlarini o'qir ekanmiz. Ularning har bir misrasi siz azizlar, o'quvchilarimiz uchun bitilgandek go'yo. Oz o'rganib dono bo'lur, qatra yig'ilib daryo bo'lur. Olamdan g'amsiz o'tay desang, ilm u hunar o'rgan. Aziz o'quvchilar, shu bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. Biz mana shunday aziz insonlarning avlodi ekanligimizdan har qancha faxrlansak arziydi.